Qozog'istonda sodir bo'lgan dahshatli voqea yoki yarmi ilon chaqaloq. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoroligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Bir er-xotin ertalab yosh bolasini doktorga ko'rsatish uchun otlanishgan va xuddi shunday svetoforga to'xtashsa, adyolga o'ralgan narsa turgan. Ochib qarasa chaqaloq. Kimdir tashlab ketganini bilgan er nima qilamiz desa, xotin indamang, kerakmas. Ketdik doktorga, tezroq boraylik, bolamizni issig'i baland debdi. Er baribir chaqaloqni tashlab keta olmay, o'zi bilan olibdi. Chaqaloq yo'lda tinmay yig'layvergach xotiniga shu bolani ham bir emizgin, ovunadi debdi. Ayol chaqaloqni ancha emizibdi-yu o'zi ham asta uxlab qolibdi. Shifoxonaga yetib kelgach er xotiniga qarasa uxlayapti. "Xo'y, tur" desa turmas emish. Tezda doktorlar kelib yordam ko'rsatishibdi. Lekin ayolni joni uzilib bo'lgan ekan. Er nima bo'lganini bilmay dod solib yig'labdi. Keyin esa chaqaloqni beringlar, uni o'ldiraman, u o'ldirdi xotinimni deb to'polon qilibdi. Bu orada kelgan militsiya xodimlari surishtiruv ishlarini olib boribdi. Chaqaloqni jinsini qanaqaligini bilish uchun hamshiralar uni yo'rgagini yecha boshlashibdi. Shunda ne ko'z bilan ko'rishsinki, chaqaloqning qornidan pasti ilon sifat ekan. Qornidan balandi odam, pasti esa ilon emish. Keyin esa u chaqaloqni Sankt-Peterburgdagi qandaydir universitet olimlari olib ketishdi. Televizorda ham ko'rsatishgandi, gazetalarga ham chiqdi. Baribir keyingi hayot noma'lumligicha qoldi, deb yozadi muallif. Bu ma'lumot qanchalik haqiqatga yaqinligini bilmaymiz, ammo qo'rqinchli hikoyalar turkumidan deb sizga o'qib eshittirdik.